Assalomu alaykum. Tez yordam ko'rsatuvining yangi yil soni xonadoningiz mehmoni. Dasturimiz avvalida ijodiy jamoamiz nomidan yangi yil bayrami munosabati bilan barchani chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Yangi yilda sizga mustahkam sog'lik, oilangizga farovonlik tilab qolamiz. Yangi yil barcha uchun omadli yil bo'lsin deya ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Barchamizga ma'lum, yangi yil bayrami kuni har bir xonadon dasturxoni turli xildagi yeguliklarga, taomlarga va shirinliklarga boy bo'ladi. Albatta bu yaxshi, ammo ularning bir vaqtning o'zida me'yoridan ortiq iste'mol qilinishi inson organizmi uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va bayram kunida ko'ngilsiz oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bugungi ko'rsatuvimizda sizlarga yangi yil bayrami dasturxonida tortiq etiladigan turli xildagi oziq-ovqat mahsulotlari va ularning me'yori hamda oshqozon bilan bog'liq boshqa turli xildagi holatlar bo'yicha gaplashamiz. Bu borada bizga oliy toifali shifokor Ismoilov Umidjon yordam beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Avvalo sizni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Rahmat, sizlarga ham fursatdan foydalanib barcha hamshaharlarimizga ham kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan muborakbod etamiz. Yangi yil kunidagi chiroyli va to'kin dasturxon albatta barchaning ko'zlarini quvontiradi. Ammo ularning me'yoridan ortiq va aralashtirib iste'mol qilinishi ko'p hollarda ko'ngilsiz oqibatlarga olib kelishi va hatto shifokor ko'rigigacha olib borganini eshitganmiz. Yurtdoshlarimiz bayramni ko'ngildagidek o'tkazishlari uchun ularga qanday maslahatlar bera olasiz? Haqiqatan ham bayram arafasida turli xil oziq-ovqat mahsulotlari va tansiq taomlarni me'yoridan ortiq va aralash holatda iste'mol qilish natijasida inson organizmida turli xil salbiy o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu holatlarga ovqat toksikoinfeksiyalari, ovqatdan zaharlanish holatlari va oshqozon ichak faoliyatini alimentar buzilishi kabilar kiradi. Asosan turli xil yog'li, kaloriyasi baland bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini, taomlarni ko'plab miqdorda iste'mol qilish mana shunday oqibatlarga olib keladi. Bundan tashqari, kuz-qish mavsumida bizning asosiy xavotirimiz noma'lum yoki uy sharoitida tayyorlangan sabzavot konservalari va marinadlarini iste'molidan bo'ladi. Mana shu sabzavot konservalari yoki marinadlarini iste'mol qilmaslikni tavsiya qilgan bo'lardik va bayram dasturxoniga qo'yilgan mahsulotlarni, taomlarni me'yorida oz-ozdan iste'mol qilishlari ularni bayram kayfiyatida bayramni yuqori kayfiyatda nishonlashlariga bir sabab bo'ladi deb o'ylaymiz. Oshqozon uchun foydali oziq-ovqat mahsulotlari nimalardan iborat? Oshqozon faoliyati normal holatida, me'yorida ishlab turishi uchun unga o'sha belgilangan ovqatlanish vaqtlarida, ya'ni nonushta, tushlik, kechki ovqat yoki o'sha lunch deyiladi, yarim tushlik deyiladi. O'shanaqangi vaqt, o'sha paytlarda ovqatlanish ratsionini turli xil bo'lishi oshqozon uchun foydali bo'ladi. Endi oshqozon uchun foydali bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlariga asosan mevalar va sabzavotlarni kiritamiz. Ularni yaxshilab yuvgan holatda, sabzavotlarni pishirilgan holatda iste'mol qilish organizm uchun, butun organizm uchun va oshqozon uchun foydali hisoblanadi. Bundan tashqari ko'proq suyuq taomlar, qaynatilgan taomlarni iste'mol qilish oshqozon uchun foydali hisoblanadi. Aksincha, o'ta yog'lik, sho'r, achchiq va kuchli qovurilgan taomlarni ko'plab iste'mol qilish oshqozonni zararlab qo'yishi mumkin. Ko'pchilik ertalab nonushta qilmaslikni o'zlariga odat qilib olishganda yoki ishtahalari yo'q, yoki da vaqtlari.
Ertalab nonushta qilmaslik inson organizmida nimalar ro'y berishiga olib keladi? Nonushta qilmaslik inson organizmida ertalabki paytda qabul qilinishi mumkin bo'lgan quvvat, energetik quvvat, kaloriyalarni organizm qabul qilmasligi natijasida tez charchash, ozgina yuklamalarga ham charchoq hissi, bosh og'rishi holatlari va o'sha oshqozon ichak tizimida turli xil yallig'lanish, yarali kasalliklarga olib kelishi mumkin. Nonushta qilmagan insonlarda keyingi ovqatlanish paytiga, ya'ni tushlikda taomlarni me'yoridan ortiq iste'mol qilish. Chunki nonushta paytida organizm taomlanmadi. Me'yoridan ortiq iste'mol qilish natijasida organizmda ortiqcha vazn to'planishi, semirish va shunga o'xshagan salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Sizga muxlislarimiz tomonidan kelgan savollar bor. Keling, hozir sizdan shularga javob olsak. Ismim Nargiza, yoshim 25 ta. Meni vaznim oshiq bo'lganligi sababli ozish maqsadida non mahsulotini iste'mol qilishni to'xtatgan edim. Shundan buyon oshqozonim og'rib, boshim tez-tez aylanadigan, ko'zlarim oldi qorong'ulashadigan bo'lib qoldi. Endi menga nima maslahat berasiz va nima qilsam bo'ladi deya bizga savol yo'llaganlar. Savol uchun rahmat. Parhez jarayonini qaysidir taomni ratsiondan olib tashlash yoki qaysidir oziq-ovqat mahsulotini olib tashlash bilan natijaga erishiladi deb hisoblamayman. Bu holatda non mahsulotidan umuman voz kechish organizm uchun bir qator ijobiy bo'lmagan oqibatlarni olib kelishi mumkin. Hozir mana shu singlimizni misollarida ham mana oshqozonda o'zgarishlar, bosh og'rish, ko'z oldi qorong'ulashishi. Non mahsulotida B vitaminlari guruhi, E, PP vitaminlari, shuningdek kletchatka kabi foydali vitaminlar, darmondorilar va qo'shimchalar mavjud bo'ladi. Nonni iste'mol qilishdan voz kechish mana shu mahsulot orqali mana shu vitaminlar va foydali elementlarni tushishini to'xtatadi. Buning natijasida mana ko'rib turganingizdek oshqozon faoliyatini buzilishi va o'sha ko'z oldi qorong'ulashish, bosh og'rish holatlari yuzaga kelgan. Bizning tavsiyamiz non mahsulotini oz-ozdan ratsionga qo'shib iste'mol qilish hech qanday salbiy oqibatlarga olib kelmaydi. Faqat me'yorini kamaytirsa bo'ladi. Bizda shunaqangi holatlar kuzatilganki, vazn yo'qotish o'rniga shu nonni olib tashlab ratsiondan vazn yana ko'payganligi yoki soch to'kilishi kabi holatlar kuzatilgan. Shuning uchun non iste'molini yana ovqatlanish ratsioniga qo'shishlarni tavsiya qilgan bo'lardik. Faqat o'sha oz-ozdan me'yorida. Keyingi savolimiz 33 yoshli Diyoraxondan ekan. Qattiq asabiylashsam, oshqozonim og'rib, ovqat yeyolmay qolaman. Shunday holatlarda nima qilishimni maslahat berasiz? Birinchidan asabiylashmaslikni tavsiya qilgan bo'lardik. O'zlari aytib turishganda asabiylashish birinchi sabab bo'layapti-da, keyin oshqozonda og'riq va ishtaha yo'qolishi, qattiq asabiylashish organizmni boshqa funksiyalariga ham ta'sir qiladi. Buni hammaga ma'lum. Mana oshqozon og'rig'i va ishtaha yo'qolishi mana shular jumlasidan. Endi bu singlimizga tavsiyamiz shu asab kasalliklari shifokoriga murojaat qilishlarini tavsiya qilamiz. Chunki oshqozon og'rig'i, ishtaha yo'qolishi asab tizimida o'zgarishlar bo'layotganidan dalolat beradi. Shifokorga murojaat qilishsa, men o'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Sadoqatxon ismli onajonimizning savollari: yoshim 63 ta. O't pufagimni oldirganman. Buni oshqozon uchun qanday zararli tomonlari bor va endi nimalarga amal qilishim kerak deya onajonimiz bizga savol yo'llaganlar. O't pufagini oldirilganligi aynan oshqozon uchun zarar bermaydi, zararli bo'lmaydi. Oshqozon ichak faoliyatini me'yorida ishlashini nazorat qilib borishlari uchun biz ovqatlanish rejimiga rioya qilishlarini, endi o't pufagi oldirilgandan keyin
yog'li ovqatlarni kamaytirishliklarini tavsiya qilgan bo'lardik. Lekin oshqozon, aynan oshqozon uchun zararli holat emas. O'ylaymizki, bugungi ko'rsatuvimiz Yangi yil bayramini ko'ngildagidek o'tkazishingiz uchun kerakli maslahatlarga boy bo'ldi. Bayram arafasini ko'ngildagidek o'tkazay, sog'lig'imda hech qanday muammolar bo'lmasin desangiz, shifokorimiz tomonidan berilgan maslahatlarga amal qiling. Keyingi dasturlarimizda asab kasalliklari haqida sizlar bilan gaplashamiz. Yangi yil barchangizga muborak bo'lsin. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr-mulohazalaringni ekranda ko'ringan Telegram manziliga yuborishingiz mumkin. Sog'lom bo'ling va biz bilan tez yordam oling. Sizlar bilan doimgidek Umida Karimova bo'ldi.